Assalomu alaykum barchaga. Ba'zilarda muammo bo'lyapti ekan. Mana bu displeyda tili o'zgarib qolgan. Ko'ryapsiz, tushunmaysiz. Android Auto bilan CarPlaydan boshqa narsa yo'q. Hamma narsasi shu tilda. Xo'p, bunaqa vaziyatda nima qilish kerak? O'sha home bor, bilasiz, home button. Knopkani bosganingizdan keyin nastroyki chiqadi. Nastroykiga kiramiz. O'zi yaxshilab qarasangiz, mana 1 2 3. Eng birinchisi, o'sha birinchi chiqqanda bu yerda language degan o'zi faqatgina bitta shu so'z bor ingliz tilida. Language, endi ko'pchilik o'zbek tilida buni language deb o'qishlari mumkin, lekin language. Xo'p, shunga bosasiz, ko'rsangiz mana tayyor tillar. Ruskiy bor, endi hamma ruskiyda yuradi menimcha. Ruskiyga bosasiz. Bo'ldi, tamom. Shun bilan yana nasroki anaqa bo'ldi. O'z holatiga qaytdi. Endi misol uchun boshqa tilga o'zgarib qolgan bo'lsa-chi, yana topsam bo'ladimi? Ingliz chiqmasa-chi, misol uchun qaysi tushunmaymiz. Ukrainchani aytaylik misol uchun. Ukraincha. Yana nima bu? Nalashtuv. Kirasiz, xullas, yana o'sha ikkinchisi, mana language degan so'z o'zgarmaydi hech qachon. Language degan eslab qolsang, language ga bosamiz. Bo'ldi, o'sha tepadan ikkinchisi juda bo'lsa, tepadan ikkinchisi. Yana o'sha ruskiy chiqadi, bosasiz. Bo'ldi, X. Shu xolos, yana nastroykisi joyiga qaytdi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.